Ingliz tilini oylar emas, haftalar ichida gapirishni xohlaysizmi? 2025-yilda bu shunchaki orzu emas, balki haqiqatdir. Eski darsliklarni unuting. Bugungi kunda sun'iy intellekt, ya'ni AI til o'rganish inqilobini amalga oshirmoqda. Birinchi sir, ChatGPT yoki boshqa neyrotarmoqlarning voice mode, ya'ni ovozli rejimidan foydalaning. Bu xuddi shaxsiy amerikanlik o'qituvchingiz yoningizdadek gap. Siz shunchaki telefonga gapirasiz, sun'iy intellekt esa talaffuzingizni tekshiradi va xatolaringizni o'sha zahotiyoq to'g'irlaydi. Bu usul nutqingizni 2 barobar tezroq rivojlantiradi. Ikkinchi usul mikro o'rganish metodi. Kuniga soatlab vaqt sarflash shart emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuniga bor yo'g'i 15 daqiqa shug'ullanish haftada bir marta 5 soat o'qigandan ko'ra samaraliroqdir. Uchinchi oltin qoida. Raqamli muhitni o'zgartiring. Telefoningiz, ijtimoiy tarmoqlar va hatto YouTube tavsiyalarini ingliz tiliga o'tkazing. YouTube'da Smart Subtitles, ya'ni aqlli subtitrlar funksiyasidan foydalanib, sevimli videolaringizni ko'ring. Bu miyani majburlamasdan tabiiy ravishda so'z yodlashga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, 2025-yilda dangasalik qilmang. Texnologiya sizning foydangizga ishlamoqda. Hoziroq birorta AI ilovasini yuklab oling va birinchi qadamni tashlang. Foydali bo'ldimi? Unda do'stlaringizga ham ulashing va sahifamizga obuna bo'ling.